Ekvivalent mavzusi bu. Shunchaki ma'lumot uchun. O'rganib qo'yish uchun. Xo'p, qo'shilib olishsin. Bo'ldi, zapis ham ketyapti. Ko'ryapti hammasi. Yozgan narsalarim mana Word'ni ochdim. Ko'ryaptimi? Bo'ldi, tashlanglar gruppaga. Massa olishdan 200-300 orasi oxirini ko'ramiz. Massa olishni xudo xohlasa tugatishimiz kerak. Ishladikmi 200-300 orasini? Yuztasini ishlagandim, qolganini endi ishlayman. Tashlaymiz gruppaga. Testlan. Tashladimi? Bo'ldi, hozir ko'ramiz. Hop, 145. deb turib, to'xtab turing, hali ishlaylik, keyin tejaverasiz. Har litrda shuncha sulfat, shuncha magniy sulfat bo'lgan. Bu foz konsentratsiya bo'yicha ekanmi? Bu suvni qattiqligi ekan. Yo'q. Suvni yumshatish uchun. Mayli. Reaksiyasini yozib berib ketaman. Kalsiy sulfat 900 da bor. Suv qattiqlik degan mavzu bor. Natriy karbonat, shunday yozamiz reaksiyasini. Natriy. Kalsiy karbonat, natriy sulfat. Kalsiy karbonat. Cho'kmay tushadi. Mana kalsiy yo'llari cho'kmay tushib ketdi, suv yumshadi degan. Kalsiy karbonat ko'rinishda kalsiy yo'llari ketdi. Magniy iyonlarini ham xuddi shunaqa ketkazishimiz kerak. Bunda ham nima kerak? Soda kerak, mana shunga o'xshagan natriy karbonat degan. Soda. Magniy, hop, mayli, natriy sulfat yozaveraylik birinchi. Plus kalsiy, magniy karbonat. Mana endi har litrda shuncha bor ekan. 5 litr deyaptimi? Qancha bo'ladi 5 litrda? 50 gram kalsiy sulfat. 100 gram magniy sulfat. Bildik massalarini. 50 gram. Bu esa 100 gram bo'ladi. Ana endi yumshatish uchun qancha? Bo'ldi, reaksiya. Proporsiya. Magniy sulfat molar massasi 100 nechadir bo'ladi? Ustoz, 50 gram qayerdan keldi? Aytayapti-ku, har litrda 10 gram. Bizda 5 litr berilgan suv. 5 litrda qancha? 50 gram bo'ladi. Tushunarli. gram. Unisi 5 kara 20 bo'ldi, 100 gram bo'ldi. Shundoq proporsiya qilib turib, buni massasini, proporsiya qilib turib, buni massasini va qo'shib yuboramiz ikkalasini. Qancha natriy karbonat kerakligi aniq bo'ladi. Tushundingmi? Tushungan bo'lsak, birsillikka qaraymiz.
Kaliy xloridning massa ulushi mana shuncha bo'lgan, 500 gram yetmas. Bug'lanish natijasida eritma massasi 200 gramgacha kamaydi. Bu degani 200 gram bo'lib qoldi. Qolgan eritmadagi kaliy xloridning massa ulushi. Xo'p, 500 gram bo'lsa dastlabki eritma 0.03 massa ulush degani 3% deganimi? Shunda 500 grammi 100%, 3% qancha? Yoki bo'lmasa 500 ni ko'paytiramiz mana bu massa ulushga 0.03 ga. Necha bo'ladi? 15 gram bo'ladi. 15. Tushundingmi? 15. 100% 500 grammi, 3% qancha? Bu yerda massa ulushni sonda bergan. Foizga o'tqizish uchun 100 ga ko'paytiramiz-ku 3% bo'ladi. Bug'langan paytda tuz bug'lanmaydi hech qachon. Suv bug'lanadi faqat. 200 gram bo'lib qoldi eritma. Demak, oxirgi eritma 200 gram 100%. 15 gram tuz 15 gramgacha turaveradi oxirida. Necha foiz? 7.5%. Tushundingmi? Bu degani massa ulushga o'tganimizda 0.075. Ustoz, masala shartida eritmaning massasi 200 gramgacha kamaydi deyapti-ku. 500 dan 200 da ayirib 300 ga o'tkazib bo'lmaydimi? Yo'q. U 300 gram bo'ladi. U bug'lanib ketayotgan suv massasi. Gacha kamaydi, o'sha bo'lib qoldi. 200 gacha kamaydi, 200 bo'lib qoldi. bo'lib qoldi degan. Shu 200 gram eritma 100%, 15 gram tuzi qolaveradi baribir bug'langandan keyin ham. O'sha necha foiz deb topamiz. Tushundikmi? Ha. Keyingisiga o'tamiz. Tashlang keyingisini. Massa ulushi bo'yicha bugun tugatadigan bo'lsak, keyingi darslarda qaysini ko'ramiz? Keyingi darslarda malyar konsentratsiya deganini ko'ramiz. Ketdik. Ikkinchi savol. 155 budi. Mol miqdorida olingan natriy fosfidga zichligi shuncha bunga kislota deb dastladi. Kalsiy fosfid yo natriy fosfid ekan. Natriy fosfidlarda to'xtab turing endi bo'ldi. Ishlab olaylik 155 ni. Fosfidlarda fosfor 3 valentli bo'ladi. Natriy bilamiz 1 valentli. Mana formulasi. Qo'shamiz H xlorni. Almashish bo'ladi, natriy xlor hosil bo'ladi. Plus pH 3 degan gazimiz chiqib ketadi. Mana bu yerga 3 qo'yamiz. Mana bu yerga ham 3 qo'yamiz. Bo'ldi, teng bo'ldi. Endi u yog'i proporsiya. Ajralgan gazni hajmini litrda so'rayapti. Nimani eritmasini hajmi bor? Xlorid kislota eritmasini hajmi, zichligi, foizi bor. Eritma hajmini ko'paytiramiz. Eritma zichligiga barobar bo'ladi eritma massasi. 635 ni ko'paytiramiz 1.15 ga. Necha bo'ladi? 635 1.15 730.25. Oxirgi o'sha eritmamiz bo'lgan, o'zi kislota eritmamiz shuncha bo'lgan. Bu 100% proporsiya. Necha foiz bo'lgan? 30%. 30% qancha? Topamiz massani. Erigan modda massasi bo'ladi. Ya'ni xlorid kislotani massasi 219 gram. Bo'lamiz shuni 36.5 ga molekulyar massasiga. 219 ni bo'lamiz 36.5 ga. Barobar o'zida bo'lar ekan 6 bo'lar ekan 6 mol.
Demak, nimani moli bo'ldi bu? Ana bu erigan moddani moli bo'ldi 6. Shundoq qo'yamiz-da reaksiyaga. Chiqayotgan fosfinni molini topamiz. Qancha mol? 3 mol reaksiyada reaksiyaga kirishganda edi, 1 mol fosfin chiqadi. 6 mol reaksiyaga kirishdi-ku. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha 6 mol bo'lgan eritmada kislota moli. Shunda 2 mol bo'ldi. 2 mol fosfinning hajmi bu normal sharoitda 49,8 litr bu bitta gazda. 2 molning hajmi. Kim tushunmay qoldi? 49,8 normal sharoitda. Mana bu yoqdamida mana shuni bundoq tashlab beraman. Bu yoqdan ketaman. Keyingi savolimiz qaysi edi? Bizi davom etamiz endi. 160midi? 55 ketdi, 60 ga qaraymiz. 6 gram kalsiy xlorid tuzi eritmasi bug'lantirilganda eritma massasi 4/1 ga, erituvchi massasi 3/1 ga kamaydi. Dastlabki eritmaga qancha suv qo'shilsa 15% eritma olinadi. 6 gram kalsiy xlorid tuz eritmasi. Demak, bu 6 gram nima ekan? Masalani yaxshi o'qishni o'rganinglar. 6 gram kalsiy xlorid o'zi emasda, shu kalsiy xlorid tuzi eritmasi deyapti. Eritma massasi qancha ekan? 6 gram. Mana shu kalsiy xlorid eritmasi. Bu yerda kalsiy xlorid bor. Plus nima bor? Suv bor. Mana shu 6 gram. Eritma massasi 4/1, erituvchi massasi 3/1 ga kamaydi. Mana qilamiz. X gram suv bug'lanib ketdi desak, chunki bug'lansa faqat suv bug'lanadi. X gram suv bug'landi oxirgi eritma bo'ladi bizda 6 minus x. Eritma massasiga qaraymiz. 4/1 ga kamaydimi? Kamayish topib olamiz birinchi. Eritma massasini kamayishini 6 ni ko'paytiramiz 1/4 ga. 4/1 qismga demoqchi bo'lyapti bu. Eritma massasi 4/1 qism. Bu bo'ladi bizda eritma massasini kamayishi 1,5 gram. Oxirgi eritma qancha bo'lib qoldi shunda? 6dan 1,5 bersak 4,5 gram bo'lib qoldi. Ana endi bug'langan suvni massasini topsak bo'ladimi? Qancha? 1,5. Mana shu kamayish. Endi aytayaptiki masalada erituvchi massasi 3/1 ga kamaydi. 1,5 gram mana shu erituvchi bo'lgan va mana shu 1/3 bo'lgan. 1/3 qism bo'lgan. Erituvchining umumiy qismini 3/1 1,5 gram bo'lgan. Bir butun qismi qancha bo'lgan deb turib mana bu yerga erituvchi, ya'ni suvning massasini topib olaman. 4,5 gram bo'lgan. Tushundigan shugacha.
dastlab yozaman. Dastlab 4-5 gram suv bo'lgan erituvchi sifatida. 6 gramdan 4-5 aytsam 1-5 nima bo'lgan? Kalsiy xlorid bo'lgan. Endi ketdik, davom etamiz. 15% bo'lib qolishi kerak. 0,15 barobar deyman. Tenglama qilaman. Tepasiga tuzni massasi. Dastlabki eritmaga qancha suv qo'shilsa, dastlabki eritmada qancha tuz bor? 1,5 mana. 1,5 gram bor. Bo'lib o'raman shuni. Dastlabki eritma massasi 6. Dastlabki eritmaga deyapti-ku, chunki dastlabki eritmaga qancha suv qo'shilsa, qo'shilgan x barobar 0,15 bo'ldi mana. Tushundingmi? X ni topamiz, bu dastlabki eritmaga qo'shilayotgan suvning massasi bo'ladi. Hop, 0,9 yo'q, bu o'tsa 0,6 0,6 ni 0,15 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Javob yo'q-ku. To'g'ri ishladikmi? 4 bo'ladi, ha. Ustoz, boshidan bitta tushuntirib yuboringlar. 6 gram kalsiy xlorid eritmasining massasi bo'lgan. Mana 6 gram eritma massasi bo'lgan. Kalsiy xlorid bilan suv deb aytib o'tdim. 4dan 1 ga kamaydi deyapti. 4dan 1 ni topdim, 6 gramni. Eritma massasi 4dan 1 ga kamaydi. 4dan 1 bu 1,5 gram bo'ladi. 1 taqsim 4 degan. 4dan 1. 6 ni 4 ga bo'laman, 1 ga ko'paytiraman. 1,5. Bu kamayish. Qancha? Bu erituvchi bo'ladi-da, kamayish bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Suv bo'ladi. Qancha tuz bo'lgan? To'g'ri 5 bo'ladi, 6 dan ayirib olsam. Mana bu nima bo'lgan? Suv bo'lgan. Bu tuz bo'lgan, suv bo'lgan. Mana bu kamayish suvning hisobiga bo'lyapti. Mana bu tuz bo'lgan. Tushundingmi? Erituvchi massasi 3 dan 1 ga kamaydi. Erituvchi mana kamayayotgan erituvchi 1,5. 1,5 3 dan 1 deb oldim. Bir qismi qancha? Butun qismi 4,5. Demak, dastlabki eritmada 4,5 nima bo'lgan? Erituvchi bo'lgan. Mana bu 4,5 kerak emas bizga. Dastlabki eritmada mana bu 4,5 ni kim tushunmadi? 6 ni 4 dan 1 ni topdim. Eritma massasi 4 dan 1 ga kamaydi. Eritma massasi 6 gram edi-ku. 4 dan 1 ga kamaydi. 1,5 gramga kamaydi. Tuz 1,5 gram topdim. Endi davom etaman. Erituvchini 3 dan 1 bo'lgan mana shu kamayish. Masalan, pastki qismda aytyapti. Erituvchi massasi 3 dan 1 ga kamaydi. Jami eritmadagi erituvchini 3 dan 1 bo'lgan mana shu bog'lanayotgan suv. Tushundikmi? Hammasi bog'lanmagan, bir qism bog'langanda, shuning uchun. Bir butun qismi qancha? 3 dan 1 1,5. Bir butuni qancha? 4,5. Bu nima? Suv. Mana yerga yozib oldim. Dastlab 4,5 suv bo'lgan. Qolgan 6 dan 4,5 desam, 1,5 nima bo'lgan? Kalsiy xlorid tuzi bo'lgan. Ketdim dalish. 1,5 tuz bo'lib oldim. 6 dastlabki eritma. Qancha suv qo'shilsa deyapti dastlabki eritmaga. X eritma massasiga qo'shildi, tuz, suv bo'lgani uchun mana bu X qo'shilayotgan suvning massasi. Ana endi tuzning massasi 1,5 edi. Bunga qo'shmayman. Tuzning massasiga qo'shilmaydi. Tushundikmi? Yog'ni ishlasak, javobi nima bo'ldi? 4 gram bo'ldi. Menimcha masalada javobda xatolik bo'lsa kerak, unaqa javob yo'q 4 gram degan. Lekin mana shunaqa bo'ladi, ishlanishi mana shunaqa. Javob yo'q, lekin 4 gram degan. Tushunarli. Shundoq, eritma massasini 4 dan 1 kamaydi. 6 ni 4 dan 1 ni topib, kamayotgan suv, o'sha kamayotgan suv hammasi bug'lanmagan eritma ichidan.
Choy qaynasa ham hammasi bug'lanmaydi-ku, o'shanga o'xshagan bo'lgan. 3dan 1 qismini tashkil qilgan umumiy erituvchimni. Masalan, choy qo'ydim, 10 litr qo'ydim. Men 1 litr bug'lanib ketsa, 10 dan 1 bug'lanib ketgan bo'ladi-ku. Shu narsani aytyapti, o'sha bug'lanayotgan, o'sha kamayotgan massa bug'lanayotgan suv degan. 170. 165 ko'raylik. Oldin. To'xtatib tashlamay turing hozir. Qolib ketyapti orada. 100 necha 100? 65. 65 ga qaraymiz. Kristal gidrat mavzusiga doir 48% eritma hosil bo'lgan. Dastlabki 200 gram X foizli bo'lgan. O'sha formula, o'sha aytganimizdek surat va mahraj degan narsa. Suratiga erigan modda yozamiz, mahrajiga nima yozamiz? Eritmani massasini yozamiz. Shunda nima bo'ladi? Erigan moddaning massasini eritma massasiga bo'lsam, massa bo'lish degan. 200 gram eritmani ichida X foizi mis sulfat. 200 proporsiya qilamiz, yozib o'tirmayman. 200 gram eritma 100% deymiz. X foizi qancha deydigan bo'lsak, 2x bo'ladi. Shunda hamma. Mahrajiga 200 ning o'zini yozaman. Qo'shilyapti 50 gram kristal gidrat qo'shilyapti-ku, mis sulfat 5 ta suv. Mis kuporos deyiladi bu narsa. 50 ni qo'shdim. Ana endi hamma shu joyga e'tibor bersa, mis sulfat ko'paygan 5 ta suvni tarkibidagi faqatgina tuzini topib olaman. Hammasini yozmayman suratga. 50 ni hammasini yozib o'tirmayman. Chunki uni tuzi bor, suv bor. O'sha ikkalasi 50. Ikkalasi 50 gram. Qancha mis sulfati bor ichida deb turib topaman. Proporsiya 1 mol mis sulfatim 250 gram bo'ladi molar massasi. O'shaning ichida 160 mis sulfatimni molar massasi 64 mis, 32 oltin kurt, 16 dan 4 ta kislorod, 160. Ana endi qancha mis sulfat bor desam 5 ga bo'lar ekanman 32. Mana shu 32 ni endi mana bu yerga yozaman. Plus 32 deyman mana. Shu yerdan keldi. 32. Bo'lib olsam necha foizli bo'libdi-ki? Massa ulushi 44.8 barobar mana bu yerda 44.8 deyman. 448 songa o'tkazib yuboraman. Bu yoqqa suratiga 100 ko'paytirib 100% barobar 44.8 degandan ko'ra mana bu narsa qulayroq. Tenglama ishlanadi, bo'ldi. Tenglamani ishlab x ni topib qo'yamiz. X ni qiymatini toping degan ekan o'zi. Bu yog'ini tushungan bo'lsak, bu yog'ini o'zingizlar ishlab qo'yasizlar. 170 ga o'tamiz. Qayla 170 juda ham oson savol. Kaliy nitratni necha foizlisini hosil qilish uchun 2020 10%. Necha gram tuz kerak deb turibdi. Qancha tuzi bor ichida? 202 grammi 10%. 202 gram tuz kerakda. Bo'ldi. Javobi hal. 202 gram. Tuzi qancha bo'lsa, o'shancha tuz kerakda men bu eritmani hosil qilishim uchun. Qolganini suv bilan to'ldiraman. 2020 qilguncha. 202 gram tuzni olaman, taroziga tortaman, 202 chiqdi. Shunda qo'yaman taroziga, keyin ustidan suv qo'yaman, 2020 bo'lguncha suv qo'yaman. Bo'ldi. Mana shu eritma hosil bo'ladi. Buni ham hozir tashlaymiz. Qaysini javob yechmaydi, mana buni yechmaydi. Ketdi. 175 40 gram kaliy nitrat shuncha suvda eritildi. Juda ham oson-ku bu. Erigan modda kaliy nitrat 40 bo'lingan 40 plus 360. Erigan va erituvchi massasi ko'paygan, keyin 100% foiz kelib chiqadi. Naверное, 10% bo'lsa kerak. 10% bo'ladi. Tushundikmi? Erigan modda kaliy nitrat, erituvchi suv.
40ni 360 plus 40 ga bo'lamiz. 400 ga bo'lamiz. Oson-ku buning yechimi. Qolganlar mega to'plam bo'yicha ishlayaptimi? Qolganlar mega to'plam olamiz. PDF tashalgan gruppada tepada yoki gruppaga ochib qaranglar. Fayllar bo'limidan massa ulush degan qismi ishlanyapti. Massa ulushdan mavzu tushuntirilgan, o'sha bo'yicha ishlaymiz. Qolganlar ham mana shu bo'yicha davom etamiz. Keyingi darslardan xudo xolasa massa ulush tugatib bilsak, keyingi darslardan malyar konsentratsiya eritma boshlab qo'yganmiz. Malyar konsentratsiyani o'rganamiz keyingi darslarda. 180-savol. Shuncha, endi 180 sal boshqacharoq. Erigan modda kaliy oksid bo'lmaydi. Qaraymiz. Savolga. Q7 gram kaliy oksid 513 gram suvda eritildi. Hozir bunga yetmay foydasiz. Ko'pchilik nima qiladi? Q7 ni bo'ladi. Q7 plus 513 ga. Nimaga? Kaliy oksidni erigan modda deydi. Erituvchi 513 gram suv deydi. Bu yerda salgina boshqacharoq. Erigan modda kaliy oksid bo'lmaydi. Kaliy oksid suvga tashlansa, ishqoriy va ishqoriy yer metallari. Bu yerda bu kaliy oksid ishqoriy metall. Suv bilan darhol reaksiyaga kirib ketadi. Kaliy OHni hosil qiladi. Esda saqlaymiz. Bu reaksiya juda ham muhim. Bunaqa tipdagi. Agar kaliy metall bo'lsa ham xuddi shunaqa reaksiya boradi, faqatgina vodorod chiqazadi bu yerda. O'zi bu yerda oksid bo'lgani uchun vodorod chiqazmaydi. Tenglama qilib proporsiya qilamiz. Xo'p, kaliy oksid 1 molning massasi 78,16. 94 gramdan hosil bo'ladi. 2 mol kaliy gidroksid 112 gram. Bizda qancha? 47. Qancha kaliy oksid mana shu erigan modda bo'ladi bizda? 56 gram. Ketdik endi. Massa ulush topamiz. Erigan modda 47. Mana bo'lish ishorasini qo'yamiz. Mana bo'lish eritma massasiga bo'lamiz. Eritma massasi necha? 47 plus to'g'ri 513. Eritma massasi shunaqa topiladi. Hech qanaqa gaz chiqib ketmayapti. Bo'ldi, ikkita erigan va erituvchi moddalar qo'shilyapti. Mana bu yerda 56 yozishimiz kerak-ku, nimaga 47 yozdik? Mana erigan modda mana bu bo'ladi. 56 gram mana shu modda, erigan modda. Tushundikmi? Mana shuni qo'yganman bunga. Barobar. Nechi bo'ldi? 600 bo'lsa 506 ga bo'ladi. 56 ni 600 ga bo'lamiz. 600 emas. 560 bo'ladi. 0,1 bo'ladi. Bu degani 10% degani. Tushundikmi? 47 ni olib ketmaylar mana suratda erigan modda deb turib. 56 gram mana bu narsa hosil bo'ladi, o'sha narsa qo'yiladi. 10%. 190. Kaliy nitrat eritmasida 4 mol tuz. 4 mol tuz degani o'sha kaliy nitrat. Kaliy oksidining o'zi suvda erimaydimi? Suvda eriydi, aytdim. Ishqoriy yer metallarining oksidlari suv bilan reaksiyaga kirib ketadi darhol. Ishqor hosil qiladi ular. Ular o'zi oksid bo'lib erimaydi. Ishqordan tashqarilarning oksidlari berilsa, shularning oksidini olib ketamiz.
Yo, ko'p hollarda boshqa metal bo'lsa, ishqoriy yer metaldan boshqa bo'lsa, ular nima bo'lmaydi? Suvda erimaydi. Shuning uchun unaqa masala kelmaydi o'zi. Faqat ishqoriy yer metal bilan keladi. Ular o'zi erimaydi, qolgan metallar. Temir oksid, xrom oksid, marganis oksid ular erimaydi o'zi. Bermaydi u bo'yicha testlar. Tushundikmi? Biz 90ga qaraymiz. Eritma massasi 2020, 4 mol tuz bor degan, o'sha 4 mol kaliy nitrat bor degan. Shunda 4 ni ko'paytiramiz molekulyar massasiga, kaliy nitrat 101 bo'ladimi? 404 bo'ladi o'sha paytda tuzni massasi. Foizini toping deyaptimi? 404 ni bo'lamiz nechiga? 2020 ga ko'paytiramiz 100% ga. %20% bo'lsa kerak. Tushundikmi? Turmol tuzi bor. Uni massasiga o'tib boramiz. Kaliy nitratligi aytilgan bo'ldi. %95. Nima debdi? Natriy xlorid eritmasi 125 gram, 20% shuncha 75 gram tuz eritmasi qo'shildi. 40% eritma bo'ldi. Ikkita usuli bor. Diagonal usuli bor yoki oddiy o'sha tenglama usuli bor. Qaysi qulay? Diagonal bo'yicha ko'rsataymi? Hozir mana bunaqa tenglama bo'yicha ishlayapmiz-ku mana. Mana bunga o'xshagan. Erigan moddani tepada yozib turib, eritma massasi mana bunga yozib turib, massa olishga tenglashtiramiz. Bu usul ham oson. Bitta yangilik qilib turib, o'shani diagonalga qo'yib ko'raylik o'zimiz uchun. Faqat bitta usulda ishlayvermayman. Har xil usullarda ishlasa keyin aytganman, massa olishga diagonal usulda qo'ysak, natriy xlorid deyapti-ku. Yo'q, qo'yishsa problema ekan deyman. Mayli. 125 gram natriy xlorid eritmasi bor dastlabki. Uni foizini bilmayman. X foizli deyman. Unga qo'shilyapti 20% eritma qo'shilyapti. Hosil bo'lyapti 40% deyapti. 40 hosil bo'lyapti diagonal. Ana endi bu yerga aniqlarni qo'yib olaman, chiziqlarni. Mana. Endi 40 dan 20 ni ayiraman. 20. Bu yog'icha X dan 40 ni ayirishim kerak. Chunki bittasi 20 kichik 40 dan, X ham 40 dan katta bo'lishi kerak. Tushundingmi? X minus 40 bo'ladi shu narsa. Ana endi mana bu eritma massasi bor. X foiz deb oldim-ku 125 gram eritma. Mana bu yerga nima qo'yaman? 125 gramni qo'yaman. O'sha 125 gram eritma massasiga qo'shiladi-ku. Qancha qo'shiladi? 75 gram qo'shiladi. 20% dan 75. Mana buni to'g'risiga mana bu yerga nima qo'yaman? 75 gramni qo'yaman. X topamiz. 25 ga qisqarsa 3 qoladi mana bu yerda. 5 qoladi. 5 bilan bu qisqarsa 4 bo'ladi. 4 kara 3 12 bo'ladi. 40 ga qo'shsa 52 bo'ladi. Demak, mana buni foizi qancha ekan? 52% bo'lgan ekan. Dejo. Ana endi shuni nima qilamiz? Tenglama bo'yicha ishlaymiz. Tenglama bo'yicha mana tezroq chizsa kerak. Dastlabki 125 gram natriy xlorid eritmasi. Uni ichida tuzni bilmayman massasini. X gram deyman. Hozir erigan moddani bo'lib o'raman o'sha formula bo'yicha mana eritma massasiga. 125 gram eritma massasi qo'shilgan 75 gram 20% dan qo'shilyapti. 20% bo'lsa 75 ni 20% tuz bo'ladi-da.
qo'shaman. 75 gram eritmam 100%, 20% qancha? 15 gram bo'ladi. Va o'sha paytda 0,4 bo'lish kerak. Oxirida 0,4 massa o'lishi bo'lib qoldi. 40%. Shundoq x topsam 125 ga 75 qo'ysam 200 bo'lar ekan. 200 ni 40% 80. 80 bu yoqda 15 bo'lsa 80 ni 15 ayrsam 65. 65 gram. Ana endi dastlabki eritmani massa bo'lishi kerak-ku menga. Dastlabki eritmani konsentratsiyasi toping deb so'rayapti. Dastlabki eritmamda x gram tuzi bor deb oldim-ku. 65 ni bo'laman. 125 ga ko'paytiraman 100% ga. 52 bo'lsa kerak. 65 00 bo'lingan 125. 52 da bir xil chiqdi javobi. Bir xil chiqdi. Faqatgina mana bu usul menimcha oson bo'lsa kerak. Bitada chiqib keldi. Rapos anaqa usuli, diagonal usuli. Nechida bu 95 midi? Ketdi. Nechagacha ishlagandik? 200 gachamidi? Ikizga qaraymiz. 200-savolga. Bir 150 gram 8% deyapti. O'sha biz bilgan yana mana bunaqa usulga tashlaymiz. Eriganni bo'lib olamiz. Eritmaga. Erigan modda 200 da. 150 gram 8%, 150 gram 100%, 8% qancha deb turib erigan moddani topaman. Qancha bo'ladi? 12 bo'lar ekan. 12 mahrajiga esa eritma 150. Endi qaraymiz. Sulfat 5 ta suv qo'shilyapti. O'shani men bunaqa qilib olaman. Men x mol deb olaman. Qancha qo'shilayotganini bilmayman-ku. Ko'paygan 5 ta suv. Men mana shuni x mol sulfat 5 ta suv qo'shilyapti deb olaman. X mol. X mol qo'shilsa, ana shu ikkalasi qo'shilsa eritma hisobiga qo'shilib ketadi. Qo'shaman. 1 moli 250 gram bu sulfat 5 ta suvni, x moli 250 x bo'ladi. 1 mol mana shu kuporos tarkibida 160 gram nima bor? Sulfat bor. X molida 160 x plus 160 x barobar deyman. Necha? Massa bo'lish 2 marta oshadi degani, dastlabki eritmaga nisbatan 2 marta oshadi. Dastlabki eritma qancha foiz? 8 midi? 2 marta oshsa 16. 0,16 ga tenglashtirib qo'yaman. Tushundikmi? Sho'dan x topadigan bo'lsam, biz kuporosini moli bo'ladi. Massasini topmoqchi bo'lsam keyin shu x ni ko'paytirib qo'yaman 250 ga.
150 016 24 12 qolarkan 40 160 120x 12 barobar 120 x bo'lsa x 01 bo'lar ekan. Demak, biz kuprosimiz 01 mol bo'lsa 01 ko'paygan 250 25 gram bo'ladi. Bo'ldi, mana 200 gacha tugadi. Reaksiya aralashgan savollarni tushundik, a? Ergan modda bilan erituvchi farq qiladi ularda. Gacha ishlaganmiz, ham shugacha ishlaganmiz. Ertaga ham bo'ladi dedim-ku, qolib ketgan hisobiga bir kun. Ertaga ham o'tamiz 9 da. 200 dan 300 gacha massa olishni tugatib qo'yamiz. 200 dan 300 gacha tugatamiz. Ertaga o'shaning chiqmaganlarini ko'ramiz. Keyin bir bo'lsa yakshanba kuniga malyar konsentratsiyani o'tamiz darsini. Yakshanba kuniga malyar konsentratsiya. Tushunarlimi? Malyar konsentratsiyani o'tamiz. Yakshanba kuniga moslab qo'yamiz shuni. Bo'lmasa hammasini tashlab berdim. Rasm holatda ko'rib chiqinglar. Videoning zapisini ham yozib oldim. Zapisni ham ko'rib chiqinglar. Savollar bormi? Dars bo'yicha. Qolganlar ham bemalol qatnashsa bo'ladi. Mikrofonni yoqib, tushunmaganlarni so'rab qatnashaversin. Bo'lmasa darsimizni shu yerda tugatamiz. Vazifa ertaga kechgacha massa olish, mega to'plam, PDF tashalgan yoki kitobi bo'lsa agar 200-300 orasi massa olishdan. Foiz konsentratsiya, ya'ni massa olishdan.